Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan Bahar. Bugun biz dam olamiz. Yur ketdik tog'ga. Yur ketdik tog'ga. Telefon saqladi. Men pastaman shu. Men pastaman. Kampoydu ketdi. Turadi. Grafika. Otur. Yo'q, bundan Petri so'ngda o'chirib qo'ydik. Sal qoldi. Videoni keyin yoqam. Xo'sh, mana yetib keldik. Mashinaga olib chiqsang bo'lmasmidi? Loy bo'lib ketadi. Ha, o'ziniki loy degan mo'yan bo'lib ketdi. Mashina ancha pastga qolib ketdi. Issiq deysan. Tog' undan ham issiq-ku. Priyamli quyosh tushib turibdi. Shu men bitta narsaga hayronman-da. Toshkentdagi tog'lar bor-ku. O'sha ba'zi tog'lar ustiga chiqsang, sovuq bo'ladi. Mana quyoshga yaqin-ku. Kamera quyoshdan qo'ysa, lekin bizda холодильник yo'q. Ya, холодильник ichiga kirib olaveramiz. Hozir. Mashinaga kichkina холодильник olib ketdi lekin senga qo'ydi. Короче, videoni damini olib videoni yoqdim. Yaxshi. Meni mashinam qanday? Короче, do'stlar, nima bo'lib qoldi? Videoni yoqish esimdan chiqib qoldi. Setiga kelib bo'ldim. Sherigimga prank qilib video olmoqchi edim. Nima bo'lib qoldi? Videoni yoqish esimdan chiqib qoldi. Endi do'stimni kelishini kutamiz. U tarafga qarab borib turaveramiz. Keyin u o'zini uyiga tarqaydi, men o'zimni uyimga. Yo'q. Urilmadi. Короче, do'stim kelgandan keyin videoni yoqaman. Mana do'stim ham keldi. Endi ketdikmi uyimizga? Basharang qursin qochib olmayman. Ha, nima qilay? Qatib qoldi. Telefon qursin. Yeb bitingga. O'zi mashina pachaqib ketdi, yana so'raman deydi. Nima qildi? $1 million tuzatibdi. $10 ming tuzaladi. Ha, o'zi $1 millionga boradigan tuzatishga ketadi hozir. $1000 ketdi hozir. Bitta nima qilguncha. Men nima qilay? O'yna ber. Voy, bu mashinalar buncha yo'ldan chiqaveradi. Bamperib necha pul bo'lishini bilasanmi? Yo'q. M4 mi? Menikichi. M2. M2. Endi bildim. Ay. Voy, Melisa mashinaga balabam drift berib. Shu Melisani o'zini qamatib olish kerak-da. Yo o'ziga shtraf solish kerak. Iplaslar, men mashinam tuzatishim kerak. Qochlaring. Voy, böyle. Voy. Telefon qilay. Mashinam ketib qolyapti. Ketib qolyapti mashinam. Telefon qilyaptimi? Allo, qayerda yuribsan? Telefon qursin, hozir mashina tuzatib endi yugurgan kiryapman.
Tezlashmay ketyapman uyga. Ketaver, ertalab tushdik baribir. Ertalab kelamiz dedik, mazah kaltaymiz uyga borib. O'shancha 200 ga chiqib bo'lsa ham ketyapman. Uyga borib o'g'ildan dadang ko'rsa itaradi. Urilmagan meniki, qirilmagan ham. Tuzatib chiqqandan keyin qirilmagan, urilmagan-ku. Tuzatib chiqqanman deyapti yangidek. Buni ertaga obedga qarab ketyapti, endi borish kerak. Yazana bosh. Dadam telefon qilsa, bilan. kaltaydi ta'mini ko'rasan. Men kaltak yemasligim aniq. Nima? Chunki men aytib qo'yganman-da, ertaga kelaman deb. Men indinga kelaman deb qo'yganman. Shaharda qolaveraman. Sen hozir to'qishni qaranglar. Yomon to'qiysan-a? Uyga boramizmi? Men uyga ketyapman. Yo'q, men uyimga boramizmi deyapman. Yo'q, men o'zimni uyga ketyapman. Boru. Men dachaga boraman. Men dachaga boraman, ketdim. Beton qursa hozir tuzatuvdim. Endi nima qilaman? Mashinaga hech narsa bo'lmadi-yu oldiga. Bilim, nima o'chirmayapman ekan telefonni. Voy, ana qatish bo'ldi. Короче, do'stlar, hammaga xayr. Mening mashinam qirildi, do'stim. Aviahalokat natijasida shifoxonada. Hammaga xayr.